algoritm bu yerda yo'q, minimum olgan. Ko'rsam. Mana crash deysiz masalan. Ko'rdinglar, men eng oldin bo'ldi. Undan keyingi soatga aqli yo'q. Keyin bay bo'ldi. Kamida o'shancha soat bor. Tanasi, soyasi chiqqan, kichkina chiqarib qo'ygan spitsani belgilashni ko'rgan ko'radingmi? Dumchasi. Maksimum yengilgan. Pastni ham olib qo'ygan. Yutib olgan, keyin sel. Ungacha bay yegan. Bayga belgilaydi mana shambos, razvolotga. Tushundinglar? Qanaqa hisoblayman desa, bir algoritm yo'q ekan. Hozir olganda ishni qilgan algoritm. O'rtaroqda tiqilib turgan bo'lsa, ko'p foydalansa bo'ladi, masalan. Hashida. 30. Bir algoritm. Katta tayinlanishli algoritm. H1 eng kam. 15 yil. Mana algoritm mana shu narsaki, o'zidan oldingi H1 sham 1 soatlik shamning soyasi, pastki soyasi o'zidan oldingi shamning tepa maksimum nuqtasi yoki minimum nuqtasi mana bu yerda, to'g'rimi? O'zidan oldingi 1 soatlik yopilgan sham. Bu keyingi soatlik ochilgan sham soat 20 ta kam 7mi? 20 ta kam 23 ta kam 7. 23 minut ichida bu sham yopiladi-yu, o'sha vaqt ichida bu tepa yoki pastni yengillashga majbur. Tushundingizmi? Buni qanaqa hisoblayman bunda desanglar, bunda hisoblash yo'li pastgacha bo'lgan nuqtani sanaysiz. Ya'ni minimumni ololmasini hisoblasa bo'ladi, buni maksimumni ololmaydi deb hisoblay olmaysiz, chunki bu katta hisob qo'yadi. Qanchalik otishini bilmaysiz buni. Crashda tepani ololmasligini, tepaga sekin yuradi, 1 minutda stabilni yuradi. O'shanga sanab hisoblab ko'rasiz. Nechta sham qoldi? Mana 23 minutmi, ya'ni 23 ta sham. Sanab ketyaptimi? Trendda sham ustiga qo'yib anaqa sanaydi. Qo'lda sanab o'tirmaysizlar, ko'z adashib ketishi mumkin. Primerni shuncha 25 ta. 25 ta shamda 23 ta sham, 23 minutda mana bu nuqtani olishga uspet qilmaydi, to'g'rimi? Ya'ni 23 minutda boshqatdan ko'rsatdik. Yani 22 minut qoldi, 7 bo'lishi kerak. Mana bu sham 1 soat yopish kerak. 22 minut, 22 ta sham mana shuncha ekan. Shunday chizasizlar, mana bu olib kelasizlar. Ololmaydi. Ya'ni uspet qilmaydi. Vaqt yetmaydi, minimum mana bu nuqta-yu. Oxirgi soatlik mana bu eng past nuqtasi, minimum. Mana shuni bu yengillash uchun bundan pastroq tushish kerak. Pastroq tushib yopilsa, shunda 1 soatlik olsangiz, o'zidan oldingi shamni minimumni yengillab yopilgan bo'ladi, to'g'rimi? O'sha uchun bu ololmadim, bu katta ehtimol bilan o'sha hozir otib, mana bu maksimum nuqta o'zidan olgan 1 soatlik sham eng baland nuqtasi mana bu, to'g'rimi? O'sha yerda yengillab qo'yadi. Ya'ni o'sha vaqt ichida majbur tepaga otadi. Bu katta tayinlarda ishlagan bo'lsa, ishlamasligi ham mumkin. Ha, agar o'zidan katta tayinlarda H2, H1mi bu? H1da ko'rdikmi? H2da, H4da olgan bo'lsa, bu narsani ishlashi 70 ga 30. Agar H2da ham olmagan bo'lganda edi, ideal majbur otardi, sabab topib otadi. Bu yetib qoladi. Sabab yo'q desa ham otdi deysiz. Bo'lgan ko'rsatganmiz, to'g'rimi? Hech narsa. Sabab yo'q degan otdi. Lekin aka bu sabab tarixdan topib keladi. Sabab zotmaydi, tarixdan topib keladi. Uzoqcha ololmasa ham, sevdi, bayda ololmasa ham, shu bunga haramiy bo'lib bekilyapti. Haramiy bo'lib qolsa, agar bay haramiy bo'lib qolsa, undan keyingi soat uchadi degan. Agar sel haramiy qizil bo'lib qolsa, keyin biznes degan. Qanaqa yopilishini ham ko'rish kerak. Bitta otib, lekin maksimum yengil olmay otgandan otdi-yu, lekin mamutgacha otdi-yu, lekin maksimum yengil olmay haramiy bo'lib yopilib qoladi bu. Bay sham bo'lib, bay haramiy sel kelyapti bungacha. Undan keyingi soatda uchish qiladi. Yorib tashlaydi. Mana boshla. Ketyapti. Bu H1da edi, to'g'rimi? Bu H1da. Ben H1da.
Minimum nuqtasi mana bu yerda, o'zidan oldingi H1, maksimum mana bu yerda. Ya'ni bu yo mana bundan pastroq tushib yopilishi kerak shu soat 7 gacha vaqtida. Yoki mana buni tepani yorib yopilib berish kerak. Vaqti 20 minut qoldi. Agar bu H1da ko'ramiz, H2da bo'lsa H2 olgan. Bu riskliroq degani. Ishlamasligi. Katta lot ochiladi degan. Chunki H2dan o'zidan oldingi sham minimumini yengilab bo'lgan. Hozir ketyapti, hozir yopiladi. H2 ham qo'shib yopiladi. Buni qanaqa hisoblayman? H bilan tili obyektiga peshindan hisoblaysiz. Soat 1 dan har bir soatda 1 soatlik yopiladi. Har 2 soatda soat 1 dan 90larda 3, 5, 7, 9, 11, 1. 6 ta, yana 6 ta, 12 ta 2 soat. 24 soatda 1 sutkada. 12 ta 2 soatlik sham yopiladi. Ya'ni H2ni 1 sutkada mana shunaqa 12 ta sham yopiladi. Har 2 soatda nima bo'lganini taxminan aytib turadigan sham bo'ladi. Qanaqa asosan bayrildimi, asosan seldimi? Tushundinglarmi? Hozir bu 20 minutda yonidan yengil sham ochiladi. Chunki soat 7-yu. 1da, 3da, 5da, 7da 2 soatlik, 1da, 5da yana 4 soat qo'shasiz. 9da, 9 keyin kechasi 1da 4 soatlik yengiladi. 4 soatlik. Tushundingizmi? 3da degani 12 soatda 3da 4 soat, yarim sutkada, keyin yana kunduzgi kechasi 1dan kunduzgi obyektiga peshinga 1gacha yana 3da 84 soat, 84 sham alishadi. Tushundingizmi? Bu riskliroq degani. Lekin ko'p holatda ishlab ketadi bu narsa. Aslida lekin aslida nima bo'lib qarash bo'lib bekilyapti aslida. Bundan keyingi soatga reaksiya bergandan keyin qo'shib yuborasiz. Oyga. Qancha o'shadi 15 kun. Mashina nimadan olganini ko'rdingiz-a? Infeksiya ham boshlanadi. Yonidagi zaryadkadan oldi. O'ziga yasab. Nimaligi primerni tushundingiz-a? Qizg'incha emas, zo'r tushunishsiz kerak. H1, H2larda ikkalasi bitta joyga tiqilib hozir bitta paytda hozir mana soat 7da ham H1 yengi ochiladi, ham M30 yengi ochiladi. M30 har yarim soatda ochaveradi. 1 soat ichida 6:30da bitta ochiladi, 7da bitta yarim soat o'tiradi-yu. 7:30da, 8da, 8:30, 9da ochiladi, to'g'rimi? H2 ham ochaveradi. H2 7da, hozir 7da rovna 20 minutda yangi M30 ochiladi. Yangi M15 ham ochiladi. Yangi H1 va yangi H2 ham ochiladi. Yangi M15 uchun ochiladi, 1 minutdan keyin. 2 minutda. Ya'ni bitta H1 ham H2 ham olmagan bo'lganda edi hozir. Mashqa ochiladi dedi, kattaroq lot ochiladi dedi, hozir otadi. H2 ni ham olish kerak, H1 ham olmagan ko'p holatda bu masala bo'lib qoladi. H2 bilan H1 bitta paytda ikkalasi ham ololmagan, minimum olishga uspet qilmay turgan bo'ladi. Hisoblasangiz, ololmaydi minimumni, majbur otadi. Katta tiqib kayf qoladigan joy. Majbur dis deb chiqib beradi. Ishlaydi hech qancha sizlar bilan. Qoladigan joy. Tiqib olmasangiz ham xohlasangiz buni oxirgi minutlarida ham olib qo'yish mumkin. 1 minut qolganda ham olib qo'yadi. Oxirgi 5 minutga riskotsiz bo'ladi. Kattaroq 4-5 ta shamni hech qancha minus bo'lmaydi protsessga. Ursa jeb. Algoritm ishlamay qolishiga bitta sabab o'sha engulfing yoki haramiy bo'lib qolishi mumkin. U ham yaxshilikka bo'lishi mumkin. Undan keyin kuchli yurish qiladi. Qanaqa bo'lib yoptirganiga faqat qarang. Haramiy sel bo'lsa, bolasi sel bo'lsa, sel bo'ladi. Bay bo'lsa, bay. Bo'ladi. Shuning uchun shamlarni soatda yopilishiga e'tibor qilish kerak. Faqat mana bu yoptiradigan zaryadka nakopleniylardan boshqa daxli narsa yo'q. To'rttaga ishlamoqchi bo'lsa, O'zagi H2da 1500 nima? bu tomondagi nimadan qaytgan ekan. Qaytarib kuchli. Qaysidan? H2da. H1da 400dan qaytdi. Sap tomondagi kuchli qaytish bo'lgan. Mana haramiy bo'lgan ekan bunda. H2da. Xohlasan live bersa 1500. Xuddi krashlarda ham shu sizdan bor.
Kurashlar ham xuddi shu. Olgan deyman tashibga. Undan oldinga tashib shamni tepasini dast qo'yib deb qo'ygan. Tashtor ham olib. Mana hisoblaysiz, o'zidan oldingi mamutni yonida turgan bo'lsa, masalan, deylik, mamutda turgan bo'lsa, u o'zidan oldingi sham tepani olishga uspet qilmaydi-yu. Lekin uni minimum nuqtasi masalan mamutda turgan bo'lsa, masalan, Ko'rstonda qanaqa ishlashdi? Mamutda yoki mamutda turibdi. Lekin minimum nuqta katta tashlab olib qo'ya oladi. Mamutda turibdi, lekin bu sham bu holatda sizda masalan 15 minut deylik vaqtingiz qoldi. 15 ta ekan bo'ldimi hozir? 15 minutda o'zidan oldingi sham mamutda maksimum nuqtasi. Unda 15 ta sham minimumda olib borasiz. Olishga uspet qiladimi? Olish degani bundan-da balandroq chiqish kerak degani. Endi uchma bundan-da balandroq chiqib yopilish kerak, keyin shunda maksimumini yengilab yopilgan bo'ladi. Uspet qilib o'ziga ham yetmaydimi? Majbur mamutning minimumini yuguradi minimumga. E'tibor qilganmiz, to'xtamay 3 ta 4 ta tashlab yuboradi-yu, o'sha algoritmga yugurgan bo'ladi. Mashq holatda bo'lsa, mamutga yog'ini hisob kitob qiladi, ozgina qolganda 15 minut, 20 minut qolganda yugurishni boshlaydi. Bu yoqqa eziga tushib qoladi, uspet qilmaydimi? 25 ta sham bor, lekin vaqti 15 minut qoldi. Majbur past soladi. Yoki 10 tana bitta holatda harami yo'q qoladi. Soya. O'sha o'zi soya degani o'zi